bizda ilm fanni rivojlanmayotganini eng katta sababi nima bilasizmi? Bu ularni, ya'ni kadrlarimizni olgan ilmini borib ishlatadigan joy yo'qligida. Joy yo'q. Joy yo'q, kompaniyalar yo'q, ish yo'q ularga. Gap shunda. Ya'ni bizda ishchilarni yuqori malakali kadrlarni biz tayyorlayapmiz, lekin ularni borib ishlaydigan joyi yo'q. Bir, ikkinchidan kompaniyalarimizni, firmalarimiz, tadbirkorlarimizni darajasi ancha past bo'lganiga buyurtma yo'q. Hozir bizni 1 millionta talabamiz bor. 6 millionta o'quvchimiz bor. Biz ularga ish berishimiz kerak. Biz ularga qaysi kasbni olsang, ertaga qayerda borib ishlaysan va qancha maosh olasan deydigan bir ma'lumotni berishimiz kerak. Afsuski hozir biz bu ma'lumotni bera olmaymiz. Mana shu eng nozik nuqtamiz. Agar biz hozir mana shunday kompaniyalar kelsa, xuddi 84-zavodga o'xshab faraz qiling, shunaqa bir ishlab chiqarishni qo'ydik. 10 ming, 20 ming ishchisi bor kompaniyani. Ular nima deydi? Ular avtomatik tarzda universitetlarga boradi, aytadiki, aniq qilib biz deydi 3 taraflama shartnoma tuzaylik. Talaba, universitet va ish beruvchi. Bizga bizni buyurtmamiz, bizni standartlarimiz asosida kadrlar tayyorlab beringlar deydi. Biz mana Turkiyani ko'rdik. Turkiyada yirik kompaniyalar universitetlarga borib o'zlariga kadrlar yetishtirib berish uchun buyurtmalar berishadi, standartlar ishlab chiqishadi, sertifikatlar ishlab chiqishadi.